Word'da hujjatni tayyorlab oldinglar. Tayyor. Misol uchun bo'limga xat yozmoqchisiz, Word'da tayyor qilib oldingiz. Endi hujjat chiqarmoqchi bo'lsangiz, mana bu joydan yangi hujjat yaratish, mana burchakda turibdi. Ustiga bosdingiz. Nima bo'ladi? Siz nimani tanlaysiz? Chiquvchi hujjatni tanlaysiz. Tanladingiz. Keyingi qiladigan ishingiz ro'yxatga olish jurnalidan chiquvchi xatlarni tanlaysiz. Mana bu hujjat raqamiga tegma qo'ying, chunki siz Word'da yozayotgan paytingizda sana bilan raqamni kirib ketgansiz. Qisqacha mazmuni. Xo'p, ikkinchi sonli MTT kuz-qish. Ha? Ya ta yo'q ya misol uchun ha? Xat shunaqa ekanda, kuz-qishga oid ekan. Endi asosiy faylni yuklab olasiz. Asosiy faylni yuklab olmaysiz. Faylni bu yerga tashlang. Tamam. Kim qayga saqlanib qo'ygan bo'lsa, o'sha yerda turadi. Aktiv qilib yuklab olmaysiz. Xatni yuklandi. Mana bu joydan bunda ustiga bosib, xatni to'g'ri noto'g'riligini tekshirib olishingiz mumkin. Mana turibdi xat. Mana bu joyga yozilgan, sana raqam qo'yilgan. Demak, bildirishnoma nimaga kerakligi yozilgan. To'g'ri demak. Agar noto'g'ri bo'lsa, mana bu joydan tahrirlash bor. Shundan tahrirlab olaverasiz. Endi nazar qildik. Ko'rib oldingiz. Nima qolib ketdi endi? Kimga jo'natish kerak? Bo'limga jo'natish kerak. Mana bu joyda qabul qiluvchilar. Buni qabul qiluvchini tanlab, tashkilot nomiga son kichkina deyotgan farqi, mana kapsol bosilib qoldi. Son soytu maktabgacha va maktab yozdim. Enter tugmachasini bitta bossam chiqardi mana. Ikkita narsa chiqardi. Mana qizilini tanlamaylar. Bu eski nomi. Bunga xat ketmaydi. O'shaning uchun mana yashil yonib turgan faol. Son soytu maktabgacha maktab ta'lim bo'lib tanlaysiz. Bu tayyor qo'ydingiz, saqlash mana. Tayyor qo'ydingiz, saqlab qo'ydingizda, mana. Xat tayyor bo'ldi. Mana bu joyda kimga jo'natish kerak ham ko'rinib turibdi. Nima qilish kerak? Imzo chiqdi. Albatta. Mana bu joy uchun imzoni yuborish, imzolashga yuborish. Kim imzolaydi? Direktor imzolaydi. Bo'ldi. Mana bu joyda imzo qo'ymoqda turibdi. Mana burchagida imzolash uchun degan so'z chiqdi. Shu imzolash uchunni tanlaysiz. Mana bu joyda xat turibdi. Mana ustiga bitta bossangiz xatingiz ko'rinadi. Mana xat ko'rindi. İmzolash kerakmi endi? Mana bu joy ustiga bitta bosib, QR kod ustiga bitta bossangiz QR kodni chiqardi. Buni mishka bilan surasiz. Mana bu joyga bosib endi imzolab qo'yasiz. Sizga tegishli emas, iltimos kompyuterga ulang. Qo'ying, tayyor qo'ydi. Kalitingiz ulanayapti, kuluvchi. Sizni kompyuterga fleshkangiz tiqilmagani uchun imzolar chiqmayapti. Tushundingizmi oyi? Xo'p. Haliga qilib fleshkani solib uyga borib turib, mana bu joyda hozir bu saqlanib qoldi-da, mana bu joyda uyga borgandan keyin mening hujjatlarimni ichiga kirsangiz, mening hujjatlarim ichiga mana yuborilmasdan turibdi, ustiga bosib kirasiz. Mana bu joyda turibdi-da mana bu xat. Xo'p. Mening hujjatlarimni ko'rib olasiz. Imzolash uchun imzolash ichiga kirasiz. Tushundingiz? Imzolash ichiga kirib, imzolash mana ustiga bosib, fleshkani tiqqaningiz uchun mana bu mana QR kodini o'zgarmabdi, mana turibdi. Mana burchagida mana yerda imzolash turadi. Imzolashni bossangiz imzolanadi. Tushundingizmi?